siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men Qarinshon Nabijalla. Bugün yeni sizlar bilan bir yangi programma orqali yuz ko'rishimiz. 9-chisla 9 kuni ijtimoiy taratqularda, YouTube kanallarda bundaq bir video qo'yildi. Ya'ni nimaninki Pokistonning muftisi Abdul Qavi degan bir kishininki Xitoy tataylari bilan tans o'ynayotgan bir ko'rinishi, quchoqlashib tutishib, qo'llarini ilishib, deyishib degandek qilayotgan bir ko'rinish edi. Albatta, sizlar ko'rayotgan ko'rinish shu. Atrofida odamlar bor. Anandan keyin bu odamning qilmishi ijtimoiy taraqquda yeyilib ketgandan keyin Pokistonning qaysi bir qonili bu odamni shu videosini qo'yib turib ziyorat qilgan bir ko'rinishi bor. Bu yerda bu odamni tanavusini tatidi. Xalq oldiga chiqib sazoyi qiladi. Ey sen bir diniy arbob turib, diniy muftiy turib, TT xallar bilan mushunda nashayan ishlarni qilamsa, mushlar bilan dinimizda mushlar bilan o'tirib qo'yadigan, usta o'ynaydigan, mushlar bilan qo'l tutishadigan ish bormi? deb odamning tanavusini tortdi. Demak, bu odam kimga deganda, bu odam Imron Xonning yendiki, Imron Xonning ba'zi bir diniy ishlarda fatvo beradigan va yo'l ko'rsatadigan aşağıda Pakistan'da mı nüfuzluk da yüz abroyu var bir cemaat erbabı kende hesapta. Onda olan diken bu adamın ki bana İmran Xon bilan tushgan rasmi bir ismi bilan yozib qo'ygan bo'ldik qarindoshlar. Demak, Xitoy tajovuzlari qarindoshlar Pokistondagi bo'lsin, masalan shu musulmon davlatlarda voy bizning ovozimiz chiqdi, voy biz musulmon qo'buli nima ish qilmaydi deganlarninki hammasining og'zi po'qma yeyilib po'qilib ketdi. Yana birisi mushta tatay xallar o'tirib qolgan, yetib qolgan. Shu Mimon xaldagi ko'rinishlari Xitoy tarafidan ilinib ketdi. Xitoy shu Mimon xalliga bularni o'tirib qolgan har yeriga kamerani bekitib qo'yib, bularning hamma ichki vaslini qo'lga tushirilib, agar gapimizni anglamasang bunday bo'lsa deb boshda yavash yumshoqlikda "Ma pulni al, ma pulni ich, mani o'yna, mani ye" degan bo'lsa, keyin anda bir po'qlarini bir yerga ilishib olib turib, anda sechiligini videolarga ilib olib turib, ana keyin malning ko'ziga tiqib, og'zingni yig' deb, shu bizningki musulmonlarningki diniy jamoat arboblarining og'zini bulg'ab, aynan shaklda qiltaq tushirib, zaharlab degandek shaklda-chu. Bular bu yumshoq vositalar, qiltaq, rezil suiqasdlar bilan bularni qo'lga tushirib, bularni og'zi orqali arboblarga va yoki boshqa o'zining qo'l ostidagi insonlarga ularga desichi voy bularga fatvo va ma'lum ag'ilkan deb biz to'g'riliq yomon gap qilgan, biz to'g'riliq yomon eski fatvo berdigan mavjud shu ba'zi bir oqsoqolliq odamlar masalalik bu Xitoyning elchixonasining elchilari bilan ko'rishayotgan mushlarni Pokistonda bunda qabila, bunda jamoat, bunda shakldagi bir tashkil topgan bir davlat o'g'achqa ashlining qabilaning keyin diniy zotlarini, mollarini, muftiylarini, ulamolarni, damonlarini mushlarni indiki keltirib Xitoy asta-asta bir şekilde ana kendi bulanın ağzı arkalık. Hatta ki muşluğa mesela şu aksellilik akçı kim ki var Xitoyla quchoqlashayotgan masallilikning yanıga aşağıdaki Müslüman qarindoshlarimiz mı bizning ahvolimiz desa shutirib olganligi, gap qilmaganligi, hatta ifodan bildirmaganligidek ahvollar mavjud. Nimishqa deganda Xitoy tarafidan ig'zi burni meynatlab ketgan, ya yeb sağgan Xitoynikini, ya ep sağgan, ya ta'tini bizim qilib sağgan degandekçi. Aynen şekilde hareketleri boğalığı için zalimga karşı duranmaslık, haq diyenmeslik, haqna indi turanmaslık nima deganda insonning zavallılığı, dünya ahireti zavallılıqqa ekildiğini ko'ramiz. Mana Allah'ın izni bilan mufti Xitoylarni tans o'ynab ekan, mana bu bütün Pokiston taratqularida oshkorlanib, mani yer bilan yeksan qilib etdi. Mana o'zining xalqining oldida yuzi tushdi. Müslümanlık aldıdım, yüzü düştü, dünya ahirette xar oldu degan gap mavjud. Shunga o'xshagan shaklda bizning vatanimizda mesela Abduraqib
deymiz Abduqadir Raqib Niyoz, anandan keyin Juma Tayir, andan keyin Abdushkur Damallam degandek ma yasab chiqqan Xitoyning qinva gulni Xitoy islom mana mulla deb turib, buluni ash kichigidan tatib, ash Xitoyning nasldan bo'lganligini bilib turib, chiqib tarbiyalab, bulun andan keyin bizning aramizga cho'man hozirgi bizning Sharq Turkiston islom jamiyatining kotibi, ma bijmisini ma Abdushkur deganda mullasi qilib tashkil qilib qo'yaylik. Mana bu gulimi cho deganda, bu guli asli qini Xitoyning qiniva, anan keyindan cho deganda ash dinni o'zining nafsiga bo'ysundirgan, o'zining hayoyi havsiga xizmat qildiganligi uchun dunyo oxiratda xor bo'lgan gul. Bular dunyo oxirat xor bo'lganini ko'rimiz qarindoshlar. O'lmasak biz inshaalloh ko'rimiz, o'lsak u dunyo bo'lganini ko'rimiz magulni atdi bashirisini. Shuning uchun Juma Tayir dunyo oxirat xor bo'ldi. Ikki Allah rizoligini ko'zlagan qarindoshimiz chiqib, uni jahannamga tez poyizdan bildigini eg'izi bilan yo'lga selib etdi. Hamda ma'lumi Allah'ın izni bilan dunyo oxiratda bulimi ya xarlanib o'ladi, ya zarlanib o'ladi, ya vayron bo'lib o'ladi. O'lmaydigan ish yo'q. Anandan keyin qarindoshlar, demak bu yerda nima deganda, Xitoy tajovuzlari mayli Amerikadagi dunyo tashkilot idorasi bo'lsin, mayli Yevropadagi ba'zi insonlar bo'lsin, mayli Amerikadagi mayna oshkorlanadi Xitoyning nimasini yeb solgan, Xitoy bilan savdoda par yeb solgan, Xitoyga bir şekilde u yerda imtiyozlarni elib surib, Xitoyga nima qilganlinki, qanday shaklda vayron bo'layotganligini hozir bütün Amerika axbaratlari esib yetib bordi. Uni ko'ryapmiz. Xitoy shu dunyodagi ajnaq ish qilayotgan, ish qila oladigan, shu o'ziga qarshi turayotgan, o'ziga bunday moyillik bilan qarshi turadigan bunday shakldagi insonlarning hammasini uchurini to'plab, bularning shu bir shaklda singib kirib, mana Pokiston Xitoyning oqo'yli sulab ketdi. Hindistonga qarshi Pokistonga askarni akirganligini Xitoyning og'zidan anglayapmiz. Ana keyin Birma va shu atrofdagi Hindistonning atrofidagi davlatlarni shu Xitoyning harbiy istixborot nimasining bazasining qurilib bo'lganligini anglayapmiz. Xitoyning Pokistonda harbiy istixborot qilib, Pokistondagi shu Kashmirdagi armiyasining qanchalik kuchi borligini, ana keyindan Tibet armiyasining qanchalik harakat ilib berayotganligini, ular Amerika tarafidan qanday tarbiyalangan, qanday shaklda qurollangan, qanday shaklda uchur egallagan, bu to'g'riliqning hammani cho deganda Pokistonda baza qilib turib egallayotganligini o'zining og'zidan anglayapmiz. Demak nima deganda Xitoy tajovuzlari bir shaklda Pokistonni mushtaq shaklda shu Imron Xonning poq qilib etdi, ana keyin muftiy arboblarini poq qilib etdi. Hammasiga singib kirib buni kontrol qilib bo'lgandan keyin davlatni o'zining hojidek, o'zining oqo'yisidek ishlatayotganligi mushuning isboti qarindoshlar. Shunga mayli Turkiyada bo'lsin, mayli dunyoning boshqa yerlarida bo'lsin, musulmonning sukuti qilib qolgani, bularmi davlat arboblari ham shunga o'xshash jamoat arboblarining sukuti bo'lib qolganligidan o'tib ketmanglar yoki bo'lmasa, voy nima bo'lib qoldi, bu nima ishlab qolgan demanglar, Xitoyning gelip poqulab ketganlar. Ya bir şekilde aynı aql desep qolganlar, ya gelip poqulab ketganlar deb tushunsak bo'ladi. Ammo bu yerda bu ikki to'rtta davlat arboblari va yoki jamoat arboblari bilanlar biz butun musulmonni yo'q chiqarib etmaymiz. Endi musulmon xalqning hammani Xitoy bularning vijdonini, iymonini setib olmaydi. Bularning iymoni, vijdonini Xitoy bulg'ayolmaydi. Shuning uchun biz qanday qilamiz deganda, shu xalqdan, shu xalq shaklida xalqlarga anglatish orqali ahvolimizni bu xalq shakli bilan cho'qib Allohning izni bilan mushundaq sharmanda qilib turdi mag'ulni, mushundaq Xitoyga tang so'ynagan, Xitoy bilan ilm berim qilgan, Xitoy bilan eg'iz burun yalashganini Alloh taolo mana shu videoning o'zining qo'li bilan tortib, o'zi YouTube'ga qo'yib yutibdi. Demak nimada mushundaq sharmanda bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, biz hech qachon umidimizni Allohdan kesmaymiz. Xalqimiz qonlar ichida yig'ilganda Alloh taolo qanday deganda boshqalarning qo'li bilan butun dunyodagi insonlarni, kuchli davlatlarni Xitoyga qarshi Xitoyni qo'rshoq ilyotdi. İnşallah biz shunda bir fursatning ustida, shunda bir har xil vaqtlarda turyapmiz. Bizning WhatsApplarda uni buni deyishib, zehnimizni quritadigan, psixikamizni buzadigan, uni bilan buni bilan Uyg'uriston, Sharq Turkistonni talashadigan va bir shaklda andaq-mandaq deb munoziralashadigan bu vaqt emas. U munozira emas. Hozir biz qanday qilib Xitoy tajovuzlariga qo'limizdagi imkon bilan mushu qurolliq qo'limizda qurol bo'lgan mush ijtimoiy taratquv bilan Xitoy qanday zarba bera olamiz, Xitoyning abdubachirisini qanday ocha olamiz, qanday shaklda har xil tillar bilan shu xalqlarga singib kirib Xitoyni bugünkidek Xitoyning yolg'on virusi, yolg'on vaksinasi butun dunyoga tarqalayotgan, tarqalish oldida turayotgan bo'lsa qanday buni bichib tashlaymiz, Xitoyni qanday qilib sharmanda qilamiz, qanday qilib buni vayron qilib, bu to'g'rida munoziralashadigan, bu to'g'risida gap talashadigan, bu to'g'risida mana Xitoyning tajovuzlarining
vatanimizni ishg'ol qilgan vaqtlari kunlari yetib kelyotdi. Onun canın bir gün Xitoyning bayrog'ini qanday ko'ydira olamiz? Qanday qilib Xitoyga qarshi noroziligini bildira olamiz? Qayerda namoyish qila olamiz? Qayerda Xitoyga qarshi bir tuxum birini ata olamiz? Mani yetildiradigan, maning uchun harakat qiladigan vaqtimiz. Bizim qandaqdir bir-birimizni haqoratlab, bir-birimizni tillashib, bir-birimizni WhatsAppda üzümüz ko'rgan mavhum dunyoda nochilik qiladigan vaqt emas. Bizning hozir Qurol oladigan, Qurol olamasak tosh oladigan, tosh olamasak-chu ko'chaga chiqib vaqiraydigan vaqtimiz. İctimai taratqular bizning vaqiraydigan maydonimiz qarindoshlar. Bu yerda biz vaqirashning o'rniga nadi pichak gap so'zini, nadi kuchapni Xitoyning shu oyoqqa mayoq qilib tumshqimizni oyoq-mayoq qilib qo'ysa, shuning uchun havushib, shuning uchun vaqirab yursak, vaqtida bizning aqlimizning bulg'alganligi, psixikimizning buzilganligi. Xitoy bu shaklda bizning psixikimizni chirtish, o'zimizni ümidsizlanish, bir-birimizni jirginish bu shaklda harakat boshlab qo'ysa, buning tang dipiga usta o'ynab ketib qolganligimiz bizning naqadar hamoqatligimiz, naqadar nodonligimiz ba'zilarning. Buning uchun Xitoy uchun bir kuni bo'lsa, Xitoy tajovuz Xitoy kuzanga qo'llamni tiqima deyoladigan bo'lishimiz kerak. Buning uchun harakat qilishimiz kerak. Buni deyolmaymiz, bir-birimizni najab tillay olamiz ya. Bu qanday mantiq, bu qanday narsa? Ajab Xitoyga nimish yo'g'onchiligimizni qilolmaymiz. Xitoyga nimish qurollarimizni atanmaymiz. Xitoyga nimish bomba atanmaymiz. Xitoyni nimish uchun vayron qilolmaymiz. Vatandakilarning azobini kunda ha Allah qoldi, voy ko'k qoldi dedik. Shuning uchun nimish qilib berdik biz? Nimish qilyapmiz? Shaxsan buning uchun men bu nimish qila olayapmiz? Xitoy tajovuzlari deb vaqirayamsak, ya qo'limizga bir tosh olamisak, ya qo'limizga bir Xitoyning bayrog'ini yetib ko'ydiramisak, biz nimish qilamiz biz? Mashla peqirtib qo'yayotgan odamdek, masxush, xalg'anda yeb, xalg'anda uxlab, xalg'anda ichib, deb shu WhatsAppda ijtimoiy tarqat qildi. Yaxshi gap qilibdi, mag'aja tillabda, deb BBC'mizning gapini qilishib yuramiz qarindoshlar. Unda qilmayli Xitoy tajovuzlari mana singib kirishdigan qilayotganligini, Pokistonda qilayotganligini, Turkiyada nima qilayotganligini, doğum pirinchlar orqali bizga qanday hujum qilayotganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Hammamiz ko'rib turibmiz. Buning uchun qarshi harakat qilayotgan odam soni cheklik. Buni atibashirsin elayotgan odam cheklik. Buni kuzatayotgan odam cheklik. Va bo'ynimizning ustida qapoq emas. Hammamiz bunda o'ynaylik, qarindoshlar, o'ynaylik. Dushman nima ish qilyapti? Xitoy nima keldi? Bizning busug'imiz kep bo'ldi. Busumuz kelsa endi biz dushmanni qo'yib qolib turib, deb boshqa yerda qalimizni, nimamizni sirab qilib, zekinimizni sirab qilsak, vaqti to'g'ri bo'lmaydi. Hammamizga aql, idrak, mushu iymon, sab shaklda bir e'tiqod, bir diginimizga, o'qigan so'rildirimizga amal qila oladigan bir hayot, bir amaliy hayot Allohdan tilayman qarindoshlar. Amma Janob Alloh, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.